İsmim Ozod, Mayteachilda 1 yildan beri shu yerdaman. Birinchi o'rinda ingliz tilini o'ziga juda ham qiziqqanman. Ingliz xalqi, kinolari deymizmi, shunaqa narsalarga qiziqqandan keyin ingliz tilini o'rganish o'ziga qiziqish ko'paydi. O'qib yurgan paytlarimda juda ham ko'p o'qituvchilarim bo'lgan. Menga nima yoqardi? O'qituvchilarni analiz qilib yurish. Misol uchun, bu o'qituvchi qanaqa o'qitadi, shu o'qitishini qanaqa yaxshilasa bo'ladi, nima xatolarga yo'l qo'yyapti, qaysi tomonlama yaxshi o'qityapti, qanaqa qilib qiziqtiryapti, nima sababdan shu o'qituvchini men tanladim, men shuni analiz qilib yurardim. Bu orqali o'zim ham o'qituvchilik kasbini tanlashni xohladim. O'zim ham bilmaganman bu kelishdan oldin onlaynligini, offlayn kurslar deb o'ylaganman, kelgandan keyin bilib qoldim. E'londan, vakansiyadan ko'rib kelganman-da. Keldim, onlayn ekan, oказывается, keyin menga qiziq bo'ldi, onlayn ishlab ko'rmaganim uchun. Shuning uchun boshladim, qarasam zo'r ketyapti. Bizning platformamiz juda ham takomillashgan, o'sha inglizlarning o'zi tomonidan, tajribali inglizlarning o'zi tomonidan ishlab chiqilgani uchun ham foydali deb bilaman. Ikkinchidan, bizda servis ham juda ham yaxshi. O'shaning uchun o'zim ham kiraman misol uchun. Motivatsiya, ular juda ham turli ko'p. Ingliz tilini o'rgangandan keyin tasavvur qilishga yordam beraman, qanaqa bu o'zgartiradi. Ingliz tilini o'rganish orqali juda ham ko'p narsalarni tushunish mumkin-da. Bu shunchaki til emas, bu ham ko'p narsalarni o'zgartiradi. Misol uchun, dunyoqarashni juda ham kengaytiradi. O'zingizni boshqacha kashf qilasiz. O'zingizni yanada anglashni boshlaysiz. O'zi ingliz tilini o'rganish orqali faqatgina siz til o'rganmaysiz-da. Sizni dunyoqarashingiz kengayadi. Yangi narsalarni ko'p tushunishni boshlaysiz, o'zingizni ham yaxshiroq anglashni boshlaysiz, ko'p narsalarni o'rganasiz va bu degani faqatgina tilni o'zi emas. Mana shu narsaning o'zi ham o'quvchilarga ko'p motivatsiya beradi. Ya'ni ular ko'p narsani tushunishni boshlaydi, dunyo bilan o'sha aloqasi bo'ladi-da, tilni o'rgangandan keyin bu tilda. Voy, boshlang. Просто boshlang. Chunki ingliz tili oson tilda, boshqa tillarga nisbatan anchagina oson. O'ylash mumkin, qiyin bo'lishi mumkin, nimasi? Talaffuzda qiyin bo'lishi mumkin, grammatika bo'yicha qiyinchilik unchalik bo'lmaydi. Bo'ladi, albatta hamma tilda bor. Boshqalarga qaraganda anchagina oson. Interaktiv, do'stona, qattiqqo'l. Vau, sanab ham ko'rmagan ekanman. Menga bormagan bo'lsa kerak, 700 dan oshgan.